Videoda ichkarida ko'rib o'tirdim. Ikki qo'limni ko'tarib Qashqadaryoni ayollariga taslim bo'ldim. Qoyil qoldim. Adashgan ekanman men. Adashgan ekanman. O'ylagan ekanman raqs bo'yicha Xorazmning ayollari birinchi o'rinda deb o'ylar ekanman. Koson ayollari birinchi o'rinda ekan, shunaqa o'ynadinglar. Og'zim ochilib qoldi, ona. Qoyil qoldim. Tan olaylik. Oramizda begona yo'q-ku. Odatda shunaqa konsertlarda, tadbirlarda qizlar davraga kim birinchi bo'lib raqsga chiqadi? Ayollarmi, erkaklarmi? Ayollar to'ppa-to'g'ri. Ayollarning ichida ham kim birinchi bo'lib chiqadi? Kim chiqadi birinchi bo'lib? Kim? Kim chiqadi? Ayollarning erkagi? Bilmasin. Ayollarning ichida eng birinchi bo'lib yangi ko'ylak olganlar chiqadi. Ha? Reklamalar ketadi. Digonalarim ko'rsin, kuyulsin. Alam qilsin deb. O'zi mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo raqsi bor, mana o'ynaydi-ku, mana o'ynaydi-ku. Shuni ayollar kashf qilgan. Ma'nosi bor. Qarang, bekorga bunaqa o'ynamaydi Qashqadaryo, Surxondaryo. Ma'nosi bor. Ey Xudo, ayb o'zimda. Ey Xudo, ayb o'zimda deb o'ynaydi. Keyin yana bunday o'ynaydi, bunaqa. Erini begona ayol bilan ko'rib qolganda shunaqa o'ynaganda momolarimiz mana shuni o'ynagan. Ikkovingni ham ushlab olib, tandirga tiqib, tandir kabob qilaman degan. Ana shundan paydo bo'lgan. Men bugun so'ramoqchiman. Yaqinda men pastga tushib olay. Mana hoji onalarim o'tiribdi. Yaqinda men Saodat asri kitobida o'qidim va bir jumlaga ko'zim tushib borib, nihoyatda xursand bo'ldim. Hayratlandim ona. Payg'ambarimiz erkaklari bir davraga yig'ib, erkaklarimizga aytgan ekan. Ayolingizni hattoki rayhonni navdasi bilan ham urmang degan. Biz erkaklarimizni qarang. Ketmon dastalarni urib yotibdi bizni. Och biqinimizga, to'q biqinimizga tepib, mana tillatishlar qayerdan paydo bo'ldi? Qoqib olib berdi-da. Ay, ona, men bilmoqchiman, mana shu o'tirgan davrada boru umrida eridan biror marta kaltak yemagan ayol bormi? Yana dushman ko'z deb ko'tarib yotgan bo'lmanglar. Kim birinchi ko'tardi? Sizmi? Yo siz yoshroq ekansiz, men kattaroqdan siz digona. Turing. Siz meni rangdoshimsiz. Qorani qoni chiqquncha sariqni joni chiqadi. Eringiz ismi nima? Rashid. Rashid aka, necha yil birga yashadingiz Rashid aka bilan? 32 yil. 32 yil? 32 yil yashab Rashid aka urmadimi? To'china. Biror marta urmadimi? O'zi birga yashadingizmi? 32 yil yashab urmabdi Rashid aka. Qolgan eridan kaltak yegan ayollar bilib olinglar. Turkiyada boru qizlar shunaqa qonun bor ekan. Turkiyada erkaklar xotinini bir shapat ursa, 15 sutkaga qamalar ekan. O'zimizga chiqdi 5 million, bir shapat urganga 6 million. Lekin qaysi bir o'zbek ayolini eridan 6 million undirib olib davlatga to'laganini ko'rdinglar. Hozir ham urib ko'zini ko'kartiryapti. Lekin erim urdi demaydi. Eshik ko'rib oldim deyapti. 6 million ro'zg'orga qolsin deyapti. Ularda unaqa emas ekan. Bir shapat urganda 15 sutkaga qamatib bor ekan. Shu qonun bizda joriy bo'lib qolsa, O'zbekistonning hamma erkaklari qamalib ketadi. Bitta Rashid aka qoladi. 12 ta viloyatga bir o'zi. Qo'lma-qo'l bo'lib ketadi Rashid aka aytib qo'ymoqchiman. Siz administrator bo'lib olasiz. Ana shunday bo'ladi. Tasavvur qilinglar, rostdan ham shunaqa bo'lib qolsa, bu hazil-u, tasavvur qilinglar. 12 ta viloyatga Rashid akani bir o'zi. Ayollar ko'chaga chiqib, tepaga chiqaydi bu joyda. Ayollar ko'chaga chiqib olganda, yo'q. Rashid aka qani?
bir haftadan beri yo'q. Shu kosonda qolib ketdimikan deb. Desa Rashtdagi katta trassada ketayotganmish qizlar. Mashina ketayotganmishda. Rashtdagi yurishga holi yo'qmishda. Ayollar, Rashtaka! Desa Rashtdagi ilohim unaqa bo'lmasin. Chunki bizni o'zbek ayollarimiz bu hayotga ona bo'lish uchun, baxtli bo'lish uchun, go'zal hayot uchun kelgan. To'g'rimi? Hech biri kaltak yemasin. Hech qachon. Kaltak yemanglar. Qarsa kerak emas. Bu ishni bir yo'q. Bu ishni bir qildingiz qaytib qilmang. Qarsak san'atkorni buzadi. Gapirgisi kelmay qoladi. Tem bo'lib bunaqa nimjon qarsaginglar vash ketmasin. Bo'ldi. Rashtakaga o'zi tasavvur qildi mana. Rashtakaga video oldiryapti. Rashtaka siz Qashqadaryoda bittasiz. Sizda bor bir bo'ri qarash nigohlaringiz bor. Yangam bilan qo'sha qaring. U ehtiyot qiling, bo'ptimi? Bo'ldimi, oldingizmi? Chala qoldi. Endi o'zlaring chayqalab qolgan joydan qilinglar, meni aralashtirmanglar bo'ldi. Men joyida aytdim, to'g'rimi ona? Va men bugun onajonlarimni iltimos qilmoqchiman, hurmatli o'zbek ayollari. Iltimos, bundan buyog'iga borib, faqat o'zingiz uchun yashang. Ona, o'zingiz uchun yashang. O'zbek ayoli o'zi uchun yashamaydi. O'zbek ayoli bolam, chaqam, ro'zg'orim deb yashaydi. To'g'rimi? O'zingiz uchun yashang. Bundan keyin ona, keliningiz kelib borib, sizga qarabchi, "Oyjon, 5 daqiqaga navarangizga qarab turing" desa, keliningizga borib, "Mashshuni qarang-da. Turib qol" deng. Desin. O'zing uchun tug'dingmi, o'zing qara deng. Eringni tug'ib katta qilganim kammi deng. Keliningiz, "Voy o'lay Oyjon, bu gaplarni kim sizga o'rgatdi" desa, "Mahbuzaxon" deng. Keliningiz g'ing desa, menga aytmang. O'sha yerda o'zingiz hal qiling. Men maslahat beraman. Choy damlamay qo'yadi. O'zingiz damlaysiz. O'rganib qolganga o'xshayapsiz. Keyin mehribonda o'zbek ayollari pensiyasini ham qiziga, o'g'liga beradi. Beryapsizmi? Bermang pensiyani. Onajonlarim, bundan keyin pensiyani menga beringlar. O'zim yig'ib qaytarib beraman sizlarga. Agar ishlab olsalaringda. Men o'ylamanglar, bu qiz juda bir pulga o'ch qiz ekan deb o'ylamanglar. Men qishloqning qiziman. G'irt qishloqda katta bo'lgan, eshak minib katta bo'lgan qizman men. Men rostini aytaman, menga pul kerak emas. Ishoning, menga pul kerak emas. Ustalarga kerak. Toshkentda usta ishlab yotibman. Mana usta ishlab kelib biladi uni. Mix deydi, samarez deydi, kraska deydi, to'g'rimi? Shu hozir mana lyustraga pul yetmayapti ena. Bugun mana shu yerda birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, lyustrani hal qilishimiz kerakmi? Keyin ana shunday bo'lish kerak. Ertaga televizordan mana meni uyim deb chiqqan paytim bor, shunday qaraysizda, lyustrasini biz olib berganmiz deysiz. Men ha shunday deyman. To'g'risi, tan olaman. Va hozirgi asalim. Onam berdi. Onangiz berdi. Qaysi bir onangiz? Ona. Ismingiz nima ona sizni? Mohira. Onajon, rahmat sizga. Mohira, Mahbuza, mamamizda qarang. Ko'ryapsizmi? Ha? Ustaga. O'ldi. Men qolaman bugun. Mana. Ajab bo'pti ana. Alam qilsin. Gapirgim kelmay qoldi endi o'ylayapman.
Ketaversammikin. Rahmat ona, rahmat. Endi meni qaytib ko'rmaysiz. Shu qochgandan qochaman. Rahmat. Mohira ona, sizga ham rahmat. Siz ona to'g'risi tarbiya ko'rgan inson ekansiz. Yana shunaqa tarbiya ko'rganlar bormi? Mohira ona, bilmaganlar bilib olsin. Birinchi bo'lib Amerikani, Xristo. Katta qizlar, kichkina qizlar ham kelsin-da. Ona! Ona! I love you. I love you. Koson, I love you. O'ldi, men bo'larim bo'lib qoldi-ya bugun. Stul yuraymi endi? Qayerga yuramiz? Ustulmi? Siz bir do'pini olib aylanib chiqing-da. Bilmaganlar bilib olinglar. Onajon, ustalarga Xudo. Lyustraga, lustra hal bo'ldi. Lustra hal bo'ldi. Endi bir qizlar lampochkani hal qilaylik-da, lampochkani. Bo'ldi. Men bilmaganlar bilib olinglar. Birinchi bo'lib Amerikani Kristofor Kolumb kashf qilgan. Amerikani Kristofor Kolumb kashf qilgan. Bugun Mohira onam meni kashf qildi. Mana lampochkagami? Qolganlarga ham ayting. Ben uyalib ketyapman, o'layapman. O'zim bunaqa bag'ri keng insonlar nima qilsam ekan? Kimga pul kerakmi, beraymi? Uzoqdagilar bunday qilyapti. Kerak bo'lsa kelib olib ket mana deb pulni. Keling, bitta quchoqlang. Rahmat. Pul ko'taradi-da, pul ko'taradi, ko'ryapsizmi? Pul ko'taradi. Rangdoshim. Bizni zuvolamiz pishiq. Biz qoralar juda bosh. Mana shu ish xato. Mana shu ish xato. Bolachalar pul olib kelganda san'atkor shartda qo'lidan pulni oladi-da. Bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Eng avvalo asalim boladan so'rash kerak. Asalim, mana shu pulni senga kim berdi? Kim berdi? Ayang berdimi? Bor yana olib kel, bor. Tez kelibdi-mi? Gulammi? Meni betimdek qarang qanday chiroyli. Mo'ljallamay ursa ham tegadi-da, mana qarang. Shunday zo'rda ko'ryapsizlarmi? Ana, biz rasmga tushyapmizmi? Qara, pulini olib qo'ygan xafa, gulini olib qo'ygan xafa bo'lib qoldi. Masalan, ma. Gulingni ol. Gul. Voy. Qiz bolada qarang, gulni yaxshi ko'radi. Keling, ona. Topganingizga baraka bersin. Xo'p, mayli. Xo'p. Cho'tki gap aytdi menga, aytib. Kulibchi, irshib tushaylik-da. Ana, ko'rdingizmi? Kulib yurish kerak. Qudalar. Tog'dan o'sgan qudalar. Qiz uzatgan qudalar. Qiz bergan. Sizgami? Aytdim, boshqacha o'ynayapsiz. Mana qiz bergan bar boshqacha bo'ladi, ko'ryapsizmi? O'g'ildiki. Qiz bergan menga deb o'ynayapti. Rasmga tushamiz. Endi borib kosonchasiga bitta raqs qilamiz. Bo'ptimi qizlar? Ona ishoning. Bu 5 kunlik dunyoda shoh ham o'tadi, gado ham o'tadi. O'ynagan ham o'tadi, o'ynamagan ham o'tadi. Ishoning, sizdan go'zal ayol yer yuzida yo'q. Har biringiz alohida bir go'zalsiz. Har biringiz qirolichasiz. O'shaning uchun hamma raqsga tushsin. Bo'ptimi? O'ynaylik. Voy, mayli. Yo, chiqing hay, keling hay. Devonacha qo'shiqlar bo'ladi hay. Birga o'ynaymiz. Lyustraga